Uyg'urlar mustaqil bo'la olamdi. Irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirayotgan bir xalq sifatida mustaqillikdan so'z echish texi bo'ldurdek qilsimi, ammo Uyg'urlarning mustaqillik va hurlikka bo'lgan intilishlari bugun tarixdan buyangi eng yuqori pallaga yetdi deb qarashga bo'ladi. Chunki vatansizlik va huquqsizlik bir millatni hukmron kuchlarning qo'lidagi shaxmat urqiga aylantirib qo'ydiganligini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi isbotladi. 20 asrning oldingi yarmida butkul dunyodagi, bo'libmi Osiyo va Afrika qit'alaridagi mustamlika ellarida mustaqillik kurashlari avjiga ko'tarilib, ko'plagan munqarz millatlar hurlikka erishgan va mustaqil davlatlarni qurgan bir mezgilda Rus va Xitoydan iborat ikki cho'ng kuchning orasida qolgan Uyg'urlar Xitoyga mustamlika bo'lishdek qismatga duch keldi. Texmo ichinarlıq bolğunu şuki, mustamlika ostidagi Uyg'urlarning ovozi erkin dunyodan to'limi yiroq, demokratik havoga yepqiq bo'lgan bir davlatda uzun mazgil tunjuqtirib etilgan edi. Halbuki bugun Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligidek favqulodda og'ir vaziyati dunyoga oshkora bo'lib, Uyg'ur masalasi xalqarodagi muhim masalalar qatoridan o'rin oldi. Bu vaziyat Uyg'urlar uchun xuddi qorong'u zulmatdagi mash'aldek, ularning kelgusiga tutashgan milliy irodasiga umid va ishonch ato qilmoqda. Mana bugun har qanday bir Uyg'ur uchun hayot qilish va mavjudligini saqlashning birdan bir yo'li o'ziga mansub bo'lgan ashu tuproqda mustaqil davlatini qurish, hur va erkin yashashni qo'lga keltirish bo'lib qoldi. Bu har bir Uyg'ur uchun eng muqaddas g'oyaga aylandi. Halbuki bu shunday bir favqulodda vaziyatda Uyg'urlarning yer yuzidagi barliq insonlarga o'xshashla yaratuvchi tarafidan berilgan to'g'ma haq-huquqlarga ega bir xalq ekanligiga gumon bilan qaraydigan, hur va mustaqil yashash irodasiga ishonmaydigan, ota-bobolardan qolgan ona tuproqlarda mustaqil davlatini qurish haqlarini inkor qiladigan bir qism guruh va shaxslar o'tirib chiqmoqda. Agarda bunday tashabbuslar Xitoy hokimiyati va ularning tashviqot mashinalari tarafidan bozorga selinsa, buningga hech kim hayron qolmaydi albatta. Holbuki bunday taslimchilik butkul millat gavdasi bilan irqiy qirg'inchilikning qurboniga aylanayotgan bir xalqning a'zolari tarafidan o'tirg'a tashlansa yoki xalqaro jamiyatga davron qilinsa, uning keltiradigan ziyonlari tasavvur qilg'usiz og'ir bo'ldi. Uyg'urlar mustaqil bo'la olamdi. Biz bugun bu tema haqidagi qarashlarimizni anglarmanlar bilan o'rtoqlashib boqaylik. Mustaqillik so'zi har qanday odamga Birinchi Dunyo urushidan keyingi mustamlika va yerim mustamlika rayonlardagi millatlarning milliy mustaqilligiga yo'l ochilgan ashu davrni eslatmay qolmaydi. Millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi to'g'risidagi qarashlar barliq kelgandan keyin mustamlikachilikni yiltizidan yo'qotish xalqarodagi o'rtaq yo'linishga aylandi. Gerçi Uyg'urlar bu fursatlardan mahrum qoldirilgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarning O'rta Osiyodagi qarindoshlari va dunyodagi nurg'un yerli xalqlar bu qarashning o'tirg'i chiqishi bilan mustaqillik fursatiga erishdi. Undaqda bu qarash qachon va kim tarafidan o'tirib qo'yildi? Uning ta'siri qanday bo'ldi? 1918-yili millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash ideyasini Amerikaning 28-navbatlik prezidenti Thomas Woodrow Wilson o'tirg'a qo'ygan edi. Thomas Wilson 1913-yildan 1921-yilgacha Amerikaning prezidenti bo'lgan bo'lib, u Demokratlar partiyasidan chiqqan dunyoviy mashhur shaxsdir. Thomas Wilsonning ideyasi keyin xalqarada Wilsonizm yoki Wilson ideyasi deb umumlashgan. Wilson ideyasi Amerikaning 2-dunyo urushidan keyingi Marshall plani va g'arb siyosatiga eng zo'r ta'sir ko'rsatgan ideya deb qaraldi. Wilson ideyasining tashabbus qildig'ini har qanday millat o'ziga tava zaminda mustaqil davlatini qurishi. Bu davlatlar mayli cho'ng yoki mayli kichik bo'lishi, kuchlik yoki ojiz bo'lishidan qat'iy nazar, o'zaro barobar aloqa shakllantiradigan xalqaro organ ta'sis qilinishini ilgari surishdir. Thomas Wilson hatta bu ideyasining amillashishi uchun 14 turlik dunyo tinchlik nizomini o'tirib qo'ygan. U nizomnoma ayni vaqtda Amerikaning 1-dunyo urushidan keyingi dunyoning yangi tuzilmasi haqidagi tasavvuri va intilishini gavdalantirgan. Shundaqla Wilson ideyasi yana 2-dunyo urushi oxirlashgandan keyingi dunyo kun tartibining turg'izilishi va Amerikaning tashqi diplomatiyasiga eng cho'ng ta'sir ko'rsatgan, hozirgacha ta'sir yo'qolmagan ideyadir. Darvaqa 1-dunyo urushidan keyin Yevropa mustamlikasidagi rayonlar dal Amerika boshliq g'arb demokratik qimmat qarashi asosida qabul qilingan millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash qarori bo'yicha mustamlikachilikdan qutulib mustaqillik qadamini olgan. 1945-yildan 1975-yilgacha Afrika va Osiyo qit'alaridagi yerli xalqlarning mustaqillik kurashlari zo'r utuqlarga erishib, nurg'unlari o'zlarining mustaqil davlatlarini qurgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi aslidagi qurilgan vaqt 51 davlatdan 144 davlatga ko'paygan.
Halbuki mustamlikachilikning yo'qotilishi xalqarada shundoq unumli yurgizilayotganiga qaramay, toki bugungacha mustamlika ostidagi Uyg'urlarning munqarizlik salohiyati xalqarada qonunliq yo'sinda e'tirof qilishga erisholmadi. Bundaq bo'lishida albatta belgilik sabablar mavjud. Ammo ana shu mustamlikachilikning natijasi bo'lgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligimi toki bugungacha xalqarada faqat bir qancha g'arb davlatlarining e'tirof qilishiga erishdi. Bu balkim bir qism Uyg'urlarni afsuslantiradigan va mustaqillikdan umid uzadigan holatga elib kelishidagi asosli omil bo'lishi mumkin. Lekin bu masala Uyg'urlarning mustaqil davlat qurolmaydiganligiga sabab bo'lolmaydi albatta. Darvaqa, bugungi mavjud dunyo tuzilmasi yanala biz boshda tilga elib o'tgan Wilsonizmni asos qilgan millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqining borlig'ini e'tirof qilgan demokratik dunyo tuzilmasidir. Bu tuzilmaning asos qildig'ini mustamlika kuchlarning atalmish egilik huquqi emas, balki kishilik huquq egilik huquqdan ustun turdi deydigan prinsipli qarashdir. Dal shundoq bo'lganligi sababli Afrika, Latin Amerikasi va Osiyodagi nurg'un yerli xalqlar milliy mustaqilligini qo'lga ola olgan. Misol uchun aytsak, Ikkinchi dunyo urushidan keyin Gollandiya mustamlikasidagi Indoneziya, Fransiya mustamlikasidagi Vyetnam, Suriya, Angliya kontrolidagi Janubiy Afrika, Tanzaniya, Hindiston, Yangi Zelandiya, Bangladesh, Iordaniya, Falastin, Yaponiya mustamlikasidagi Koreya qatorliq nurg'un mustamlika rayonlar va mustamlika ostidagi millatlar milliy mustaqilligini qo'lga oldi. Hatto yerli xalq bo'lmagan xalqlarmi irqiy qirg'inchilikka uchraganligi sabab boshqalarning zaminida o'zining yangi davlatini qurish fursatiga erishdi. Masalan, Kosovoni misol qilsak, serblarning egilik huquqi doirasi bo'lgan Kosovo avtonom rayonidagi Alban xalqi Serbiya tarafidan uchragan irqiy qirg'inchilik sababli mustaqil bo'ldi. Garchi Serbiya, Xitoy va Rossiya qatorliq nurg'un davlatlar Kosovoning mustaqilligini hozirgacha e'tirof qilmagan bo'lsa-mu, shundaqla BDT xavfsizlik kengashiga veto huquqini ishlatib, Kosovoning BDTga a'zo bo'lishini to'sib turgan bo'lsa-mu, ammo Kosovo xalqarada yanada mustaqil bir davlat sifatida mavjudligini saqlab kelmoqda. Ammo yana bir qism yerli xalqlarning mustaqillik talablari xalqarada birdek qarshi ilinmagan ahvollar yuz berdi. Buning tipik misoli Kataloniyadir. U holda nima uchun Kosovoliklar mustaqil davlat quroldi-yu, ammo yerli xalq bo'lgan Kataloniyaliklarning mustaqillik orzulari rad qilindi. Amaliyotda xalqarada e'tirof qilingan millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash qarori bo'lsa, mustamlika ostidagi yoki avtonomiya huquqi bo'lmagan millatlarni ko'zda tutadi. Bu deganlik mustaqil bo'lish uchun yerli xalq bo'lishla kifoya qilmaydi, balki zulmga uchragan yoki uchirmaganligi, tegishli haqlardan kafolatga ega bo'lgan yoki bo'lmaganligi eng muhim omildir. Bu vajidan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1960-yil e'lon qilingan mustamlikalikni yiltizdan yo'qotish xitobnomasida har qanday millatning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi borligi yozilish bilan birga dunyo kishilik huquq xitobnomasi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasiga qattiq bo'ysunish sharti ostida davlatlarning zamin butunligiga hurmat qilinganligi yozilgan. Yuqorida tilga olganimizdek, o'z taqdirini o'z belgilashning oldingi sharti mustamlika ostida bo'lish va avtonomiya huquqi kafolatlantirilmaslik shart qilinganligi sababli Kataloniya bilan Kosovoning mustaqillik talablaridan farqli natijalar kelib chiqqan. Ya'ni Kataloniya xalqi o'zlari aytgandek Ispaniyadagi yerli xalq bo'lsa-mu, ammo ular demokratik tuzumdagi Ispaniyada mutlaq kafolat ostidagi avtonomiya huquqidan bahramon bo'lib kelayotgan xalqdir. Shunga Kataloniyaliklar millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash shartiga uyg'un kelmagan. Agar bu nuqtani nazardan saqit qilib, Kataloniyaliklarning mustaqilligiga yo'l qo'yilsa, u holda G'arb demokratik jamiyati ichki jihatdan og'ir krizisga petib qolishi mumkin. Chunki G'arb demokratik tuzilmasi ostidagi davlatlardami mustaqillikni talab qilgan millatlar o'tirg'i chiqishi va bu sababli dunyo tinchligiga ta'sir yetkazadigan og'ir oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Xulosalaganda, mustaqillikning navbatdagi xalqaro kun tartibidagi sharti shuki, o'z oldiga ma'lum bir tuproq va zaminning tarixdan buyangi haqdor sohibi hisoblangan bir xalq bo'lish, boshqa kuchlar tarafidan mustamlika ostiga tushib qolgan vaziyatda bo'lish, shundaqla mustamlika qilguvchi tarafidan barliq qonunliq haqlari tortib olingan bo'lish, irqiy qirg'inchilikqa uchragan bo'lishdan iboratdir. Bu nuqtadan qaraganimizda Xitoyning nima uchun Uyg'urlarni uch xil kuch degan tuhmat bilan yo'qotmoqchi bo'lganligini, garchi Xitoy hokimiyatining zulmlariga faqat Uyg'ur xalqiga qarshilik ko'rsatib kelgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining bu hodisani Uyg'ur bo'lgunchilari deb sharhlamasdan, balki uch xil kuch deb xunuklashtirganligining sababini tushuna olamiz. Texmo muhimi Ilhom To'xtining
Uyg'urlarning milliy territoriyalik avtonomiya haqlarining kapolatga ega bo'lmaganligini da'vo qilganligi sababli mangulik qamoq jazosiga hukm qilinishi bilan Xitoy tarafidan terrorlik bilan ayblangan turuqliq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinganlarning orasida zodi qanday farq borligini his qila olamiz. Hatto Ilhom To'xti bilan o'xshash jinoyat bilan qarlangan Xitoy ziyolisi Liu Xiaoboning 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligimi dal Uyg'ur masalasining Xitoy hokimiyatining qonuniy asosini tavratgida kuchga ega ekanligining dalilidir. Uyg'urlarning boshdan kechirganlari va hozirmi boshdan kechirayotganlaridan shu narsa ma'lumki, Uyg'urlar oldi bilan Sharqi Turkistonning haqliq egisi va yerli xalqidir. Ikkinchidan, Uyg'urlar mayli tarixda qanday sabab bilan Xitoy bilan birga yashashga majbur bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, bugun irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi va Xitoy va'da qilgan avtonomiya huquqlaridan azaldan bahramon bo'lib boqmaganligi bir haqiqatdir. Mana bu ikki nuqtaning o'zila Uyg'urlarning xalqaro o'rtaq e'tirof qilinadigan va hozirmi kuchga ega bo'lgan millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqiga 100% uyg'un kelgan sabablardir. Demak, Uyg'urlar mustaqil bo'lishga butunlay haqli xalqdir. Ammo da'vogar susluq qilsa, qozi mudaham bo'lur deydigan ota so'ziga o'xshash, masalaning mohiyatini oldi bilan shu da'voning egalari oydinlashtirishi kerak. Shundala Xitoyning xalqaro davron selayotgan turli tuhmatlarga qarshi turg'ili mustaqillikning eng dastlabki qadamlarini bosqili bo'ladi. Konkret qilib aytganda, mustaqillikning amalga oshish oshmasligi Xitoyning Uyg'urlar ustidagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini BDTda to'liq e'tirof qildirish, Uyg'urlarning azaldan avtonomiya haqlaridan bahramon bo'lmagan bir ahvolda irqiy qirg'inchilikning nishoni qilinganligini isbotlashga bog'liqdir. Kanalimizga a'zo bo'lgan va bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarimizdan Alloh razı olsun. Qarindoshlarimizning yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarixni berishi, hammaga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Alloh razı olsun.